Mana shu qizil mashina sotildi 17 millionga. Va aka oldi. Yo, arendaga oyiga 3 milliondan beraman deyapti. Berasizmi 3 millionni? 2 million? Bo'pti. 2 milliondan bo'lsa 2 million. Berasanmi Oybek? Bo'lsa mashina sot. O'sha ma'qul. Banka to'laganingiz ma'qul. Mana savdo bo'layotgan ekan, kelib qo'shildim endi. Mana aka olyapti ekan. Bo'ladimi aka? 15 millionga rozimisiz? Qo'l tashlang. Qo'l tasha. Qo'l tashlaymiz pul ustida. Ha, pulni chiqarib kelaman deyapti-ku. Bor. O'sha pulni chiqarib kel. Qo'rqyapti mashina egasi. Aka, prava dokument paketingiz bor-a? Hamma narsangiz bor-a? Bo'ldi. Mana mijoz mashinaga o'tirdi. Aka, mashina yoqdimi? Ha? Yo'qda olding, yo'q. Nuftasi ikkita. Nuftasi nima bu? Mana biz. Mashina yoqdimi aka? Yoqdimi? Sizga qilib qoldimi? Degan sursangiz orqaga yuradi.